Assalomu alaykum qadrli uzum ishqibozlari. Mana bu yog'i shom bo'lyapti. Biz endi sizlarga syomka qilib tashlayapman. Mana shu haligi Mercedes degan uzumimiz. Aytganim haligi endi bu yerni ko'rsatib ham bo'lmaydi. Mana ashqallar bor ekan. Hop, mana biz mana shu tut, mana qarang. Bilagim mana 300 vosh sopda desam ishonasizlarmi yo'qmi? Mana bularni mana bittaga hisobladik, yemini sanab chiqdim. Roppa rosa 284 vosh chiqdi. Bir qadrdon do'stim kelib, Zaparog'a ishlagan rivoj. Mana bu uzum ko'plik qiladi bunga deb putab yagana qilib ketdi. Mana shu bir dona navdani mana borda, mana bunday mana shuncha ketgan. Mana ana meva ketavergan. Mana shu mana kelib, mana shuni Zafarbek oshnamiz xomta qilib berdi, hali kichkanka qilib. Mana bunisi olib turibdi. Mana mevalari xomtaga ham qilingan yo'q. Endi sizlarga xomtak jarayonini qayta menga ustalar o'rgatdi. Ko'rsatamiz. Mana bu mana turibdi. Tagidan chiqqan shoxlar. Bular olib tashlaymiz ekan. Mevasi bo'lsa ham olib tashlang deb tushuntirishdi. Mana qarang qanday ko'z qiyadi. Yana qoladi. Mana olamiz ekan. Bunda meva yo'q mana. Mana bunda bor, mana qarang. Bitta pastdan ikkita pastdan mana bu qolar ekan. Mayda qo'ltig'idan chiqqan bo'lsa olamiz ekan. Mana meva qoldi. Mana o'rganamiz xomta qilishni. Endi qilib ustalardan sekin mana qarang. Mana oldik. Mana qo'ltig'idan chiqqan olamiz. Tepada qo'ltig'idan chiqqan buni ham olamiz. Shunaqa ekan. Mana xomta qilishni o'rganinglar. Mana buni olib tashlaymiz. Mana mevasini ham qo'ydik. Mana kechdik. Mana qarang, 2 voshla sopdi bechara. Boshaliga Lamborghini deb ekkanimiz urug' paydo bo'lib ketgan uzumimiz bo'ladi. Mana xomta qilishni o'rganinglar. Mevasi yo'g'i sama savoy olib tashaladi. Mana qo'ltig'idan mana kichkina chiqib qolibdi. Chunki mana shu uzum shunday meva bo'lib olsalar ekanda, mana bu bak salqin qilar ekan. Mali qo'lchasini olib tashlaymiz. Zapar akamiz aytmoqchi. Shunaqa xomta qilishni mana o'rgandinglar, xudo xolasa. Men ham o'rgandim shu bahana. Mana bu qo'lcha mana olib tashalar ekan. Bo'ldi mana. Shunaqa o'zini hali sir sinoatlari bor ekanda bu uzumchilikda ham. Shunday gaplar. Mana shu uzumimiz mana yana bir narsani ko'rsataman sizlarga. Kasalliklarda masalan qarang, mana oq dog'lar bor. Bu asha Lamborghini uzumimiz. Bunga nima dori bo'lar ekan? Redamin Gold saching deganida Redamin Gold sachdik. Endi lekin bir narsaga hayron qoldim. Mana bu mana shu ham mers hisobda kam bunda kasallik. O'ta chidamligi. Naryoqdagi merslarimizda deyarli yo'q. O'taligi kasallikka pishiq uzum bo'lar ekanda bu mers. Shuning uchun mers ekishni tavsiya qilamiz. Mana qarang, mana shu ham mers. Mana kasallik boshqa yo'q hech qanday. Qandaydir ham hosildorligi zo'r ekan. Qarang, mana ketdi. Chinchaladi ham emasmi? Mevani zo'ri xomtayda o'rgandinglar. Endi mana buni bitta mevani olib olish kerak deyishdi, lekin o'tgan yili mana shuni o'zi ham 80 voshcha solgan.
qiynaldi, jicha mayda bo'lib qoldi, lekin har holda hali bozorda normalni turar ekan bu uzum, katta bo'lar ekan. Shunaqa gaplar, hurmatli uzum ishqibozlari. Mana bu ham mana shu Lamborghinimi, qanaqadir oq uzum. Kelin barmaq adashmasam. Shuning uchun hali mana mo'ya mana shu oq uzum o'zimizni Husayn qarang, bakini. Bunga nima dori qilsa bo'ladi, hurmatli dehqon bobolar? Kommentariyada bir yozsanglar, balkim redamin ta'sir qilar, balkim yo'q. Bir marta zahar sepdim, bir marta redamin sepdim. Cho'ta endi to'xtaganga o'xshayapti, lekin. To'xtaganga o'xshayapti-yu. Endi dehqonlar tavsiyasini kutib olamiz mana. Qarang. Uzumlar yomon emas, yaxshi bo'lyapti-yu, mana shu kasali. Hech tushunmayapmiz-da. Mana bu ham shu oq uzum. Shuni qarang. Salomat bo'lasizlar. Ishlarga rivoj. Hammalarga baraka, cho'ntakka baraka, xirmonga baraka deb qolamiz dehqonlarga, uzum ishqibozlarga. Mana bunda ham bor ekan, lekin bu ashaligi urug'i yo'g'idan mersda bir tupgina chiqib qoldi, qandaydir urug' chiqmadi mana. Har holda kam haligi kasallik. Bu shu urug'i yo'q mersimizdan. Shuni ko'paytiryapmiz. Tepada ko'chatlarimiz bor, hozir ko'rsatamiz. Ko'chatlarni ham shunaqa mana o'zbekimizda qurilish deb urus solib yuraveramiz ekanda. Sizlarga ko'chat ishqibozlariga, hurmatli klientlar. Klientlar mana ko'chatlar. Haqiqiy mers ko'chatlari. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yil endi birinchi yilimiz. Birinchi yil. Bu yerdagilarda tugatib o'rgan ekanmiz sotib. Shunaqa. Hurmatli do'stlar, kelaverasizlar uzumga. Kelishtirib beraveramiz arzonroq qilib. Yanagi yilga haqiqiy boshlaymiz-da uzumni. Dehqonchiligini salomat bo'lasizlar hammanglar, omon bo'linglar. Uzum ishqibozlari. Mana bu yil xudo xolasa mana shu uzumni menga bitta bog'bon Hamidjon degan to'xtamish uzumdan oldi. Oxiri aytdi, urug'i yo'q ekan, shuning uchun shu uzumingni o'zim toshib tugatdim. Dedi, o'tgan yil shu bir 30 kilocha solavdi. Hamidjon polni toshib sekretda aytib ketdi. Bog'imiz bo'lib turib o'zimiz bilmabmiz. Sotaveribmiz, undan bundan hali sal eshitganday bo'ldim, urug'i yo'q uzum deb. Mana shunda xuddi shunaqa xususiyat bor ekan. Nahomtaylarimiz ham chalaroq qopdi mana. Ular kichkinaligiga tashab ketgan bo'lsa kerak-da. Rasi ishlaydigan havo bo'lyapti, lekin mana shular ham chiqib borib meva soladi-da, tek qo'ysak, jicha kattarsa. Endi buni olib tashlab turaveramiz. Bunaqasi yo'q. Nima ko'p, meva ko'p. Bunda meva yo'q shekilli chamanda jichota. Boshqacha turibdi bu ham. Bor ekan, mana urug'likka bir dona bor ekan. Buni yana bitta xususiyati bor ekan. Masalan, mevani oz qo'ysangiz, kaltagi oz bo'lsa, mana shu ham chiqib borib solar ekan. Shunisiga men hayron qoldim. Rosa o'zbeklar bob hali ser farzand bo'ladigan nav ekan bu mers. Hadavoyam. Hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.